Nargiza Rahmatova opamiz hamda Norqul Mamatova hoji onamizni taklif qilamiz. Nilufar Qarshiyeva opamizni, Nurmuhammad Baratov hoji akamiz, Shuhrat Rahmatov, Bozorboy Javlonov akalarimizni, opalarimizni mikrofon qarshisiga taklif qilsak. Keling. Xush kelibsizlar. Mana shu yerda ayollarimiz uchun bitta she'r aytib bersak, bizning O'zbekistonimiz, vatanimizda ayollarimiz muqaddas hisoblanadi. Ustida otmiroq matodan ko'ylak, boshidan tushmaydi shoir ro'moli, dalada usti changlik, ko'ngli toza, dunyoda eng go'zal o'zbek ayoli. Sochi menikidan kalta bo'lsa ham ba'zi bir opalar biznesmen bo'lyaptilar. Shunday bo'lsa-da, dunyoda eng go'zal o'zbek ayoli. Sochi kalta bo'lsa ham, sariqqa bo'yasa ham, Captiva Malibularda minayotgan o'zbegimning ayoli, erini to'pori udarlarga chidab bergan o'zbegimning ayoli. 3-etajdan ot vorsa ham jonim dadasi deb turgan o'zbegimning ayoli, 10 ta farzandni dunyoga keltirib, erini har bir gapini ikki qilmagan o'zbegimning ayoli. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Qani yana bir kishi ko'rinmayapti oramizda. Sinfdoshlardan kelyaptimi? Keling. Xush kelibsizlar. Keling aka. Ha. Sal buyoqroq tursak, kamerachi akamiz ham olishiga osonroq bo'ladi ozgina. Xush kelibsiz aka. Endi bu yerda bitta tilakni aytib, darrov o'tirib olish yo'q. Hech bo'lmaganda bitta qiziq voqeani bir kishi yoki ikki kishi eslab aytib berasizlar. Maylimi? Rozimisizlar shunga? Kimdan boshlaymiz? Ayollardanmi? Ana, aka. Keling. Sizdan boshlaymiz aka. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, sinfdoshlar. Xush kelibsizlar. 30 yilligimizga. Nima deyman? Tinchlik, salomatlik bo'lsin, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Mana bitta she'r aytaman. Gapirmasam ham. Bolaligim podshohligim o'tib ketdi. Qum ostida shodliklarim qolib ketdi. Baliq kabi suv ostiga suzib ketdi. Bolaligim meni tashlab ketdi. Maktablarda cho'g'lasha ayta olmaymiz. Qizlarni hech sochlaridan torta olmaymiz. Yoshlikda yana qaytib ola olmaymiz. Yoshlik meni tashlab ketdi.